Samarqandliklar pomsizlar sizlar uchun. Samarqandga har bitta inson masjidga kelmasdan ketmaydi. Menga qara, Samarqandni oddiy odamlar qamasa kerak. Ko'rgan odamni yegisi kelaveradi. Toshkentda ko'cha bolalar Magic City'da tursa, Samarqandda skromniy bolalar Family Park'da turishadi. Aka, nima o'zi faqat bolalar haqida gapiryapsiz? Da, to'g'ri. Samarqandning qizlari ham ato o'ziga qarab yuradigan, takur skromniy qizlar bo'ladi. Eng asosiysi birovga potini berib qo'ymaydi. Yo'q, Samarqandliklar ham ishkal bo'lsa bittada bolalarni yig'ib qo'yadi. No, prosta o'zlari xalqqa yetish yaxshi ko'rsatdi. Aka, Samarqandliklar qanaqa biznes qiladi asosan? Ota-ovalarimiz qurib ketgan tarixiy obidalar bor-ku. O'shadan biznes sekin skromniy qo'yadi. Aka, anaqa Registonga kirish qancha ekan? Ayo, sen noto'g'ri tushunmang. Turistlar ko'p keladi. Xullas o'rtoqlar, bu videoni samarqandliklarga yuborib qo'yamiz. Qani ketdi.